This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Hürmetli radyo dostlar, Erkin Asya Radyosu'nu anlavatısıyla. Ben muhbir Şöhret Uşur. Bugün 2026 yılı 5. ayının 8. günü, Cüme. Bugün tövendeki temalarda haber verimiz. Muhaciretlik Uygurlar 5. may Dopu Bayramı'nı tebrikildi. Arfiya Abdet'nin O'rta Asya ziyareti Uygur cemiyeti ve Türk dünyası da tesir kozgıdı. Uygur ayollarının avazı köşmellik jipleri namlıq sanat türde namayan buldu. Uygur Kişilik Hukuku Kuruluşu Amerika sotuğa Sisko Dilos hakkında bayanname sundu. Avrupa Parlamenti Xitayning Millatlar İttifaqı kanunu hakkında karar ma'qulladi. Türmede tuzilgan plan Uygur Dopu Medeniyeti Bayramı'nın kelib chiqishi haqida suhbat. Hamda programmalarımızdan tafsilotini anglaysizlar. Muhaciretlik Uygurlar özlerining ijtimoiy tarat hesaplarda dopu kiygan rasmlarini chiqarish va dopu haqidagi ta'sirotini bayon qilish yo'li bilan 5. may Dopu Bayramı'nı tebrikleşti. Dünya Uygur Kurultayı torbitida Kurultay reisi Turg'unjon Aloviddin boshchiligida Kurultayning bütün rehberlik katlimi ve heyetlerinin dopu kiygan surati chiqarildi ve Dopu Bayramı tebriki bayon qilindi. Uygurlarni qo'g'dash tashkilotining yetakchisi Arslan Hidoyat Dopu Bayramı tebrik so'zida dopu bosh kiyimimizla emas, kimligimizning tojisidir. Duch kelgan madaniyat buzg'unchiligiga qarta isyonimizdir deyildi. Uygur pochtasi e'lon qilgan bir dopu haqidagi qisqa filmda dopuning Uygur tarixi, san'ati, ilm madaniyati va milliy xarakteri bilan bog'lanishi turkcha yuksak bir adabiy tilda bayon qilindi. Bu filmda dopu 1000 yillik bir madaniyatning qo'rg'oni bayrak sifatida tasvirlanish bilan birga Uygurlarning hayot qarta pozitsiyasi duch kelgan haqsizlik qarta isyonining simvoli sifatida tasvirlandi. 2017 yıldan keyin Uygurlarning vatan ichida milliy tus va xarakterdagi kollektiv faoliyatlar butunlay cheklangandan keyin muhaciretlik Uygurlar mazkur bayramni tabriklashni yildan yilga kengaytmoqda va jonlantirmoqda. Arfiya Abdet'ning O'rta Asyo ziyarati Uygur jamiyati va Türk dunyosida ta'sir qo'zg'adi. Uygur prezidenti Yaponiya Tashqi ishlar muavin ministri Arfiya Abdet bu hafta O'zbekiston va Qozog'iston qatorliq O'rta Osiyo jumhuriyatlarida ziyorati bo'ldi. Uning O'zbekiston ziyoratida Uyg'urcha so'zlashi Uygur jamiyati va Türk dunyosida ta'sir paydo qildi. Muhaciretlik Uygur to'rlarida Uygur tilining diplomatiya tili sifatida xalqaro sahnaga chiqqanligidan iftixor tuyg'ulari bayon qilinsa, O'zbekistonliklar Uygurchaning tarjimonsiz tushunilganligiga hayronlik bildirishdi. Arfiya Abdet o'tgan yili O'zbekiston prezidenti bilan Yaponiyada ko'rishgan chog'da Uygurcha gap qilgan, Uygurcha milliy kiyimlarni kiyib chiqib qarshi olgan va kutilli ziyofatlarda Uygurcha usul o'ynagan edi. Arfiya Abdet bu qatimki ziyoratida Qozog'istonning Kaz Mo'nay gaz shirkatining boshlig'i Asqat Hasanov bilan ko'rishib, Qozog'iston neftini Yaponiyaga to'shish plani ustida so'zlashgan. Arfiya ziyoratida yana Qozog'iston taraf bilan kan boyliqlarini echish, muhit asrash va zamonaviy texnikalarni o'rtaq qo'llanish temasida suhbatlashgan. Qozog'iston xabar agentligining bu vaqtdagi xabarga tushgan turkcha inkoslarda Yaponiyaning Xitoy va Rossiyaga qaragan chog'da Türk dunyosi uchun bexatar ekanligi ta'kidlanib, Yaponiya bilan O'rta Osiyodagi jumhuriyatlarning taraqqiyotiga tilakdoshlik bildirilgan. Londonda Uygur o'smirlarining madaniyat kursi o'tkazildi. Bu oyning 1-kundan 3-kunigacha Angliya poytaxti Londonda Uygur o'smirlari madaniyat kursi o'tkazildi. Kursantlar Yevropaning har qaysi shaharlaridan va London shahridan bo'lib 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 33 o'smirdan tashkillandi. 3 kunlik faoliyatda farzandlarning kimligini, Uyg'urlik g'ururini, milliy g'oyasini kuchlantirish maqsad qilingan holda mashrab, adabiyot, muzikadan savod berildi. Rahbarlarga Uyg'urcha nusx qo'ndirish, ya'ni sargazchilikmi o'rgatildi. Faoliyatning 2-kuni darslar praktik qilinib, ota-onalar va bolalarning ishtirokida mashrab o'tkazildi. Angliya Uyg'ur jamiyati va Uyg'ur yer tashkiloti hamkorligida o'tkazilgan bu kursda Abduvali Ayub, Mirkamil Turkal va Zulhayat o'tkirlar dars so'zildi. Faoliyatning oxirgi kuni Londondagi Uyg'ur jamoati dasturxon silib, kursning tashkillovchi va o'qituvchilarga o'z ziyofati berdi. Hurmatli radio tinglovchilar, tövende muhbirimiz Tahir İzgil tayyorlagan xabarlar diqqatingizda bo'ldi. Yevropa parlamenti Xitoyning Millatlar Ittifoqligini ilgari surish qonunini tanqid qilib qaror ma'qulladi. 30 aprel Yevropa parlamenti kuchlik bir qaror ma'qullab, Xitoyning yaqinda tasdiqlagan Millatlar Ittifoqligini ilgari surish qonuniga bo'lgan jiddiy andishisini va kuchlik noroziligini ifodaladi. Qarorda Xitoyning bu yangi qonunining Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul va boshqa millatlarning o'zgacha kimligini yo'qotishni,
Xitoy tili va ideologiyasini majburiy tengishni maqsad qilgan assimilyatsiya quroli ekanligi o'tirib qo'yildi. Yevropa parlamenti bu qonunning chegara halqigan bostirishni qonuniy asos bilan ta'minlaganligiga diqqat qilib, chet ellarda Xitoyning millatlar siyosatini tanqid qilganlarning uchrashi mumkin bo'lgan xatarni alohida tilga oldi. Hamda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni Xitoy bilan bo'lgan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimini bekor qilishga chaqirdi. Qarorda yana Ilhom To'xti qatorliq siyosiy mahbuslarni darhol qo'yib berishga chaqiriq qilinib, Yevropa Kengashidan mazkur qonunni tuzgan va ijro qilgan Xitoy amaldorlariga jazo tadbirlarini qo'llanish talab qilindi. Shu kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovuddin boshliq bir vakillar umiki Yevropa parlamentini ziyorat qilib, bu qarorning ma'qullanishiga shohid bo'ldi. Bu tashkilotning Yevropa ittifoqi ishlari mas'uli Bernardo Kayser naq maydonda bayonot e'lon qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu qarorni qarshi olganligini bildirdi. Uyg'ur ayollarining ovozi ko'chmanlik yiplari nomli san'at turida namoyon bo'ldi. Yaqinda Georgetown universitetida moda kiyim loyihalaguvchisi Tasha Pomeranz boshligan ko'chmanlik yiplari nomli tur to'g'risida maxsus suhbat yig'ini o'tkazildi. Bu suhbatda sobiq Sovet ittifoqida ziyonkashlikka uchragan Yahudi ayol Ella Kogan, lager shohidi Tursunay Ziyovuddin va Amerika Mehribon ona Uyg'ur tili maktabining mudiri Surayya Qashqari qatorliqlar o'xshamagan davr va geografiyadagi zulm va surgunlik tajribalarini o'rtoqlashdi. Tursunay Ziyovuddin o'zining Xitoy lageridagi kechirmishlarini bayon qildi. Surayya Qashqari muhojiratdagi Uyg'urlarning o'zining til va madaniyatini saqlash uchun qanday kurash qilayotganligi ustida to'xtaldi. Ko'chmanlik yiplari jurnalizm, moda kiyim va san'atni birlashtirish orqali Amerikadagi ko'chman ayollarning ovozini anglitishni maqsad qilgan bir tur bo'lib, Tasha Pomeranz mazkur turning muhim bir mazmuni sifatida Tursunay Ziyovuddin bilan Surayya Qashqarining kimligi, madaniyat yiltizi va beshidan o'tkazgan qiyin kunlarini maxsus loyihalangan san'atlik yopkalarga singdirgan. Bu yopkalarning ba'zilariga lagerdagi ayollarning ismi yozilgan bo'lsa, ba'zilariga ona til haqidagi Uyg'urcha she'riy misralar kashtilangan. Uyg'ur ayollarining zulmga qarshi kurash irodasini kiyim-kechak orqali ifodalagan bu yopkalar Amerikaning har qaysi joylarida ko'rgazma qilinayotgan bo'lib, bir qism faoliyatchilarning, yig'ib saqlovchilarning, hatto dangliq cho'lpon va artistlarning diqqatini tortgan. Mazkur turning mas'uli Dasha Pomeranz New Yorkda faoliyat qilayotgan tonilgan kiyim-kechak loyihalaguvchisi bo'lib, u ilgari London Xon jamiyati opera teatrida ishlagan. Asarlari nupuzliq matbuotlarda e'lon qilingan. Dasha o'zining ko'p davlatga chetiladigan ko'chmanlik hayotidan ilhom olib, 2023-yili ko'chmanlik yiplari degan bu turni qurib chiqqan. Bu tur kiyim-kechakni faqat bir kundalik buyum yoki o'zgarishchan modeli emas, balki Uyg'ur ayollariga o'xshash zulmga uchirganlarning kollektiv aslamasini saqlaydigan hujjat vositasi sifatida qo'llanib, san'atning ijtimoiy mas'uliyatini namoyon qilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerika Oliy sud mahkamasiga Cisco delosi bo'yicha bayonnoma sundi. 28 aprel Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va boshqa kishilik huquq tashkilotlari Amerika Oliy sud mahkamasiga fikr bayonnomasi sunib, dunyodagi eng chong tor texnik shirkatlarining biri bo'lgan Cisco sistemasining Xitoyning mustabid tuzumiga yontayoq bo'lganligini aybladi. Navbatda Amerika Oliy sudida qarab chiqilayotgan bu delo aslida 2011-yili boshlangan bo'lib, bir qism Falun Gong muritlari Cisco sistemasini uning Xitoyning oltin qalqon qurilishi nomli tor nazorat sistemasini loyihalashga qatnashganligi bilan ayblagan. Da'vogarlar bu Amerika shirkatining Xitoy hukumatini Falun Gong muritlari Uyg'urlar va Tibetlarni izqo'g'lab tutish va bostirishiga moslashtirilgan maxsus texnik qurollarni loyihalab berganligini o'tirg'a qo'ygan. Da'vogarlar bu shirkatning Xitoydagi bu xil inson haqlari dafsandichiliklari va qiyin qistoqlarni oldin bilib turib, uningga yordam berganligi va hamkorlashganligini ilgari surmoqda. Cisco shirkati bo'lsa, o'zining faqat odatdagi tor uskunalari bilan ta'minlaganligini bahona qilib, sudda necha yildan buyon o'zini oqlab kelgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya raisi Umar Qanot bayonnomada Xitoyning soqchi davlat qurishiga yordam bergan texnik shirkatlari javobgarlikdan qochib qutulmasligi kerak deb ko'rsatdi. Bu sotning natijasi Amerika shirkatlarining kelgusida mustabid davlatlar bilan bo'lgan texnik sodasida qonuniy javobgarlikka tortilmasligini belgilaydigan muhim burilish nuqtasi bo'lib qoladi deb qaralmoqda. Hürmetli radyolar, tövende türmede tüzülgen plan Uygur Doppu Medeniyeti Bayramı'nın kelip çıkışı degan temada Amerika'da yaşavatkan aktif faaliyetçi Uygur Poçtisi akbaratının kurguçisi Tahir İmin bile ötkizgen
söhbət xatirimiz diqqətinizdə buldu. Biz tunji qismliq Uyghur dostu medeniyet muhakeme yig'inini 2009 yılı 5. ayının 4. günüsü Ürümçi şehri Bulaqbeshi rayoni Nazna restoranida 20 yakın Uyghur ziyalini chaqirib muhakeme qildik, suhbatlashdik, axborot vositalarini chaqirdik. Nayt suhbatlik, ahamiyatlik va qimmatlik bo'lgan bir suhbatni o'tkazdik. Yani demek yani bu plan, bu teşebbüs sizge türmedeki vaktinizde esingizga keldi degan. Hem de türmenin içindeki vaktinizde yani alaydı bir sebep, bir hadis var mı? Mening turmaga kirish sababim Uyg'ur madaniyati kirizishida Uyghur Culture in Danger degan tema haqida bir parcha inglizcha maqola yozib, American Anthropology Association degan akademik oranga inglizcha to'rbiga yozgandan keyin Xitoy hukumati meni tutdi. Uyg'ur madaniyati xatar ichida demoqchilar. Bundan men bu turmada yetish jarayonida, ya'ni Ürümçi san'at qamoqxonasida 2005-yildan 2006 yilgacha yetish jarayonida Xitoy hukumatiniki har kuni kuchdan qo'yilgan bir tashviqot programmalari bor. Bu chaqda Guangxi, Guangzhou avtonom rayonida bo'lgan Suchish bayrami degan bayramni tanishtirdi. Men kallam shu keldi. Nima uchun? Va boshqa Uyg'ur ziyolilari Muştunga o'xshaydigan bir madaniyat hodisasini barliq keltirmaydi degan hukm keldi. Yani u yerga turmaga tashlanish sizni o madaniyat qo'g'da g'oyangizdan voz kechtirmadi. Ammo boshqa bir yo'llarni izlashga turtki qildi desak to'g'ri bo'lamdi. Albatta shunday bo'ladi. Va bu jarayonda turmada turib Uyg'ur madaniyatini qo'g'dashning yana bir ideyasini topdim. Yana bu hamma odam tabriklaydigan, Xitoyga qarshi turmaydigan, xalqchimi o'zining kimligi madaniyatini kuchlik va ommaviy yo'sinda bildirib bo'lgan bir faoliyatdan birini bayqadim. Hukumatning inkosi qanday bo'ldi? Xitoy 2010 yili Sanji, Atush, Aqsuninki, Shaya qatorliq 3 joyda Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami maktabga xabarsiz o'tkazgan bir qism o'quvchilarga ogohlantirish berganligi haqida internetda fikrlar keng tarqaldi. Demak, bir qism joylarda cheklida 2011 yilga kelgan vaqtida Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami yakan noisi xalq hukumati Qashqar viloyatlik Partikom Abdurahim madaniyat nazorati 3 o'rinning hamkorlashida shu yakan Badam madaniyati muhokama yig'ini shaklida ochildi. Bunun külmini zo'r bo'ldi. Ammo bu jarayonda ular taklif qiluvchi so'zchilar orasidan mening ismimni qo'shgandan keyin bular tekshirib bir qismlari shu tayrimen turmada chiqqan buni kamsin kasa faoliyatniki o'tishiga hukumat o'rinlarniki ta'siri va diqqatini tortib qo'ydi degan fikrlarni yetkazgandan keyin ular meni taklif qilmay aniq faoliyatning ismini biroz silliqlashtirib o'zgartirib yakan Badam do'ppi madaniyati deganni o'zgartirib hokimlikning ismiga o'zgartgan. Televiziya stansiyasi bo'lsin, interneti bo'lsin, zo'r ko'lamda necha yuzlagan eng tanilgan Uyg'ur ziyolilarniki do'ppi kiygan qiyofati va Uyg'ur do'ppi madaniyatini tabriklagan, uning ahamiyatini ko'rsatgan faoliyatlari keng ko'lamda xabar qilindi. Buning ta'siri kuchli bo'ldi. Ammo bir necha ziyolilar orasida telefon qilib tushunch berib, menimki taklif qilinmaganligim va qatnashmaganligimni ko'nglimga olmasligini dedi. Men ko'nglimga olmaganligini va yaxshi bo'lganligini, xush bo'lganligini ularga bildirdim. Yani şu bayram umumlash boshlagandan keyin bevosita shu bayram munosabati sizdan tutilgan so'langan bir ahvolingiz bormi yo'qmi? Mening so'roq qilingan ahvolim bor. Biz uni choy ichdik deb ataydi Ürümchida. Meni aktab turmuga so'limidi. 2011 yili shu Ürümchidagi bir qism o'rta maktab o'quvchisi do'ppi kiyib maktabda rozilik shaklidagi faoliyat ko'rsatgan. Bunga ular meni o'qlab kelib, do'ppi bayramini sen o'tirib qo'ygan sababning sababi nima deb savolda shuni so'radi. Men sababini tushuntirdim. Shu o'quvchilar hozir mushta qalamqon norozilik bildirib, darsga kirmay, darsni anglamay sirtga o'ltirib olgan ahvollar bo'lyapsa, berib ashlarga do'ppangni tashlab sinfga kirib o'ltirib dars angla deb gapirsa dedi menga. Men degan so'zim, ammo men yerga berib ularga bu so'zga huquqni salohiyim yo'q. Ular mening gapimni anglab ketishini aytayni to'lamaydi. Men u yerga borgandan keyin o'quvchilar mening gapimni anglamay, men bilan raqollashib qilsa, meningmi o'zim tushidi, ularningmi ko'ngli yerim bo'ladi deb chiroyli gaplar bilan rad qildim. Ammo 2 soatga keyin shular do'ppi bayraminiki namoyish qo'zg'ash plani boyoqligi haqida savollarni so'rab, qayerga surkilib namoyish planlaganlikni yaxshi savolni so'radi. Namoyish qilish planimiz yo'qdi dedim. Ular shu bo'yicha xotir qoldirib ketdi. Men bir qatim bir yil o'tgandan keyin yana 5-yil yo'qlab, sen qanday planing bor bu yil o'tkazdig'inga degandek so'radi. Ammo men faoliyat tashkillamayman, boshqa planim yo'q deganlikni ular yana xotir edib ketdi. 2017 bu chet elga chiqqandan keyin bu chet eldimi do'ppi bayramining tabriklanayotganligini ko'rganingizda qanday bir his tuyg'u bo'ldingiz? Yoshlarning muhojiratdagi dunyo qaysi joylardagi nurg'un ziyolilarning
bir-birini bilmeydiğen ama Uygurluk arkalık unutulgan, bir-birini tutuşulgan nurgun natonish qalblarning yana medeniyetimiz, kimligimizni eng yaxshi simbol qiladigan do'ppi orqali, do'ppi bayrami kuni orqali bir-biridan bog'lashganligini, o'zining Uyg'urligini eslaganligini, bir-biriga xushal tilaklarni bildirganligini ko'rib, haqiqatan so'yindim. Hürmetli radio anlayışlar. Bugünkü anlatışımız mışada ahırlaştı.